Plazma. Plazma xaridlar 2 kundan keyin uyga qaytyaptilar. Maşallah. Bu kishini qon gruppasi necha edi? Ularniki bir. Donor 2. 2. Ha, to'g'rilandi. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Men hozir ham Dehlidaman. Bemorlarni analizlarini doktorlardan so'rab, egalariga tashlab berish ishlarimiz davom etyapti. Xudo xolasa 11-sanagacha shu Dehlidaman. Juda ko'pchilik xursand. Nafaqat O'zbekiston, balki Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston hammalari o'zlarini dardlari haqida bemalol doktorlardan konsultatsiya olishyapti. Albatta endi kelgan analizlarni, nimalarni tashlashliklarini tartiblarini aytyapmiz. Doktordan konsultatsiya olib, alhamdulillah hammalari xursand. Ilohim ularni shifosiga Alloh taolo biz sabab chiqsin. Shu savollarning ichida eng ko'p kelayotgan, ya'ni bugungi kunda muammo bo'lib turgan donor masalasi. Jigar va buyrak transplantatsiyasi uchun donor masalasi juda ham muammo bo'lyapti. Hozirgi kunda Hindiston, Dehli sanoqli klinikalarda donor masalalarini qisman, ya'ni ozgina bo'lsa ham muammolarni yechgan. Masalan aytaylik, bemor qon gruppasi 1. Oilasida bironta bir qon gruppa topilmayapti. Kimdir 2, 3, 4 chiqyapti-da. Shu holatda bemor uyida, ya'ni ko'proq yotib qolyapti. Shuni Hindiston doktorlari transplantatsiya qilishni qanday yo'lini topdi? Ya'ni plazma orqali. Plazma orqali qon gruppasini to'g'rilashni yo'lini topgan. U klinikalar ham sanoqlik doktorlar bu ishni qiladi hozir. Mana hozir Qashqadaryodan bir bemorimiz kelgan, qon gruppasi 1 va donori 2. Buni mana transplantatsiya qildirdi. Bemor o'zi juda ham xursand, donori ham yaxshi. Shu nima deydi? Dalil hisobida shu hozirgi kun ayni vaqtda biz bilan shu yotoqxonada yotibdi hozir shu bemor. Shuni xursandchiligini hammamiz eshitamiz inshaalloh. Qiziq narsa bor, qon gruppa bir xil emas edi, donor bilan. Ularniki boshqa ikkalasini plazma orqali to'g'rilib Plazma xaridlar 2 kundan keyin uyga qaytyaptilar. Maşallah. Bu kishini qon gruppasi necha edi? Ularniki bir. Donor 2. Ha, to'g'rilandi plazma qilib. Bular kuchaygan bular. Вообще odamimizni bo'lib to'g'rilamayapti. Soyibxon o'zi ham operatsiya qiladi bu ketishda. Ushbu akamiz jigar transplantatsiya bo'ldi, ya'ni o'zini yaqini jigardan bir bo'lagini berib, ya'ni plazma yo'li bilan to'g'rilashib, mana shu hafta xudo xolasa vatanga qaytish arafasida turibdi. Nima uchun men bugun bu videoni yoqdim? Sababi shunaqa donor masalasida qiynalayotgan bemorlarga shu narsani aytgim keldi. Plazma yo'li bilan Hindiston doktorlari, ya'ni buni yechimini qiladi. Yana takror aytaman, sanoqlik doktorlar, ya'ni adashib qolmaslik kerak. Ya'ni Dehlida hamma plazma qiladi degani emas. Mana hozir biz bilan birga shartnoma asosida ishlayotgan doktorimizga 39 yillik tajribaga ega. Mana shu professor plazma yo'li bilan, ya'ni jigar, buyrak transplantatsiya qilyapti. Alloh taolo hammalariga komil shifo bersin. Analizlaringiz bo'lsa, jigar, buyrak haqida analizlaringiz bo'lsa, bemalol WhatsApp, Telegramlar ishlab turibdi. Yana sizlarga takror aytaman, aniq va tiniq analiz kerak. Masalan aytaylik, jigarda fibroskan 1 oydan o'tib ketmagan bo'lishi kerak. 1 oylik fibroskan. ALT, AST bildirubinlarni yangi analiz qilib tashlang. Xudo xolasa bir tarjimonimiz biz bilan doim kun-tun birga yuribdi. Bizga alohida maxsus doktorni jamoasidan analizlar uchun doktorlar ajratilgan. Shular analizlarni ko'rib barchaga konsultatsiya beryapti.